O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. O'rtoqlar, bugun kartamga men 7 kunlik nima sizlarni kutyapti, qanday xabar va hokazo. Qisqa qilib aytganda 7 kunlik kichkinagina bir mini ochirim qilmoqchiman. Ketdik o'rtoqlar. Hech nima aytishlik shart emas. Eslatib o'taman, bu общий расклад kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Хорошо o'rtoqlar. 3 tadan olishga qaror qildim. Ketdik. Bu videoni qachon ko'ryapsiz? O'sha kundan hisoblaysiz 7 kun. Хорошо o'rtoqlar, ketdik. Tak, birinchi bo'lib sizlarda bir chiroyli boshlovdim, mayli. Tak, birinchi bo'lib sizlarda o'qituvchi chiqdi. Kim ko'ryapti meni bilmayman. Qizmisiz, ayolmisiz? O'qituvchi. Tak, yana diyavol, smert. Nima bu qizlar? Qanaqa niyat bilan ko'ryapsizlar hozir meni? Nima ketma-ket o'qituvchilar tushyapti sizlarga? Nima bo'layapti? Nimaga unaqa? Bu общий расклад o'rtoqlar, kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi, хорошо? Shunchaki ketma-ket kartalaringizda o'qituvchilar chiqdi. Men har doim aytib o'taman. Diyavol, smert, Verxovna jritsa. Ketma-ket chiqsa, bu kartada o'qituvchi bor degani. Хорошо o'rtoqlar. Sizda ham hozirda shunaqa bir положение chiqdi. Keyingisi, bilasizmi, 7 kun ichida sizga sizni hayotingizda farqi yo'q. Turmushga chiqqanmisiz, hayotingizda partneringiz bormi, yo'qmi? Eski bir siz taniydigan bir erkak tomonidan sizga xushxabar deyman-ku, bir qandaydir suhbatingiz bo'ladi, ya'ni hayotingizda paydo bo'ladi. Yokida SMS yozadi, yokida bir yuzlashma bo'ladi, ko'chada ko'rib qolasizlarmi, yokida qandaydir telefon qiladimi. Qisqa qilib aytganda, o'tmishingizdan bir erkak bilan suhbatingiz chiqyapti, ya'ni paydo bo'ladi. Tak, ketdik. Keyingisi, 7 oy ichida, 7 kun ichida ozgina неприятный, ya'ni nima desam ekan, yaxshi ish bo'lmaydi. Ya'ni ozgina tuhmatga o'xshagan yokida qandaydir qilmagan ishingizga san qilding degan gap ozgina bo'ladi. Iloji bo'lsa og'irroq bo'ling. Hech nimani isbotlashga harakat qilmang. Ortiqcha baqir-chaqir, yig'i-sig'ilarsiz. Chunki agarda shunaqa bir положениеda o'zingizni tutsangiz, u inson sizga yanada ishonmasdan tuhmat qilishni davom etadi. Shuning uchun og'ir bosiqlik bilan yuting deyapti kartalar. Ketdik keyingisi. Tak, qizlar, turmushga chiqqanlar